Hurmatli jurnalistlar, men hech yerga huquq qo'rg'ov organlariga arizani aylanib ketgandan sizlarga qayrilib jotaman. Men 2017 yil 2-sentyabrda o'sha Respublika xizmatkorlar operativniklar tomonidan 5-sentyabrda Qirg'iziston Respublikasiga kelayotgan O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Pakishanga tayyorlangan deb terrorizm bilan ayb qo'yib turib, podstava qilib qarmagan Sarimsoq Dostonbekning otasi Sarimsoq Xursonbek bo'ladi. Men ayolda dehqonchilik qilib juram, bolam bo'lsa ustachilik bilan alakdan yurgan bola. Uni olib borishib turib, o'sha 2017 yil 2-sentyabrda soat 6larda qarmab ketishgan. Uchovi. O'sha aytilgan familiyalardan uchovi qarmab ketishganda, meni chaqirganda men kech kelib qolgan, saharlab boramizda tuni 11:30larda kelib, 15 soldat, 11 da operativniklar kelib, hech qanday qog'ozi yo'q edi, ruxsat yo'q, qo'shnilar chaqiradi desak, o'zimizda kubalar bor deb, kubalarim bilan kelib, uyda o'pis qilgan. Men zo'rda otib, ayiboshi Tununboyev Adamboyni chaqirtirdim. Ular ham 12 komnatani tekshirib chiqqanda hech nima topmadi. O'lim komnatasidan 4 ta telefon topdi, buzuq telefon. Anagi kelinimi, qizlarimni telefonlarini olib jiyib turib, 10 ta deb yozishdi. Ana sirtqa chiqdi. Agarodlarda soldatlar jaylarida yurgan. Meni urib kelganda oyog'imni dalinasi ko'tarib ketib, valisiga olib ketib qolgan. Cho'ng o'lim bilan men ela qolgan. 26 odamga qarshi. Anagi agarodlarda tekshirdi, barjoq tekshirdi, qo'ralarni, kladrovkalar qarab chiqib kelayotganda, bir jo'ra it bilan tekshiramiz deb qoldi. Tekshirlarda qayerga kirishdi? Kinologa olib. Kelib, hozir ela qarab tekshirib ketgan yerdan ustunda bir qora paket turadi. Uni qana olunchi bularni dedim, men olmadim, buni boya jo'ra, sizlar qo'yib qo'ygan o'xshaysizlar, tashlab qo'ydinglar desam, ana o'zlari qarab plastik detonator, anagi shunur deyishdi. Yozishdi, men bu ofisga qarshiman deb qo'l qo'yib bergan. O'shalar nima bilan o'limni urib, qavroqlarni sindirib, to'kka qo'yib, boshidan qop keltirib turib urgan. Eng o'kinishlisi o'zi urib qo'lini qayirib, so'l qo'lini qayirib, qo'l bilan qo'l qo'ydi. Dayarlardan o'rischa yozilgan. O'lim o'rischa bilbet, borib so'rash kerak. Shadat o'sha yerda o'rischa yozgan dayar protokol dabrosga qo'l qo'ydi. Xuddi o'shalar negizda boshqa hech nima qilmadi, boshqa hech kimni so'ramadi, ilikda olib keldi. Yaratga shahar sotini o'tkazib berdi. O yerda qarab bir jumaning ichida ko'pga soziladi. So'zib turaylar, bir 2 jumaning ichida kubalar chaqirdi. Asnonoy negizi kubalar chaqirmadi. Haligi ko'chada yurganlarga chaqirib turib 15,5 yilga kesib jigardi. Siz shashib chiqardingiz boya desam, meni ukamdan odamlar kelib, meni qism oldi, o'sha deylarni o'tkazing degan. Dedim, "Mururroq harakat qilsang bo'ladi" deb bir demalarga nam yo'q qildi. Ondan keyin men avlosini sudga Nazgul Suyunboyeva degan advokatni olib turib, ondan keyin apellyatsiya berdim. Apellyatsiya berayotganda ular menga bolam borib qamalib ketadi, o'rnimdagi operativni bitta kelib qo'rqitib turdi. Tergov uchunida Obul prokuraturani nimasi Oybek Qalmoqovich Turg'onboyevga, GKMning nimasi Segizboyevga, Gen prokuraturani ministri Cho'mi Jo'ldiboyevaga men arz yozdim. Prezidentga da olmadi, saylov uchunida Atamboyevga yozdim. Ulardan tiqir ilikdagilar deb xat kelgan. Kelgandan keyin meni SMBni o'shda ukelganligini. Familiyasini aytmagan kishi bor ekan,
sen bekerlerdansın, balan televizör bu yerde ölüp geçişi ihtimal dep meni korkuttu da. Men aytdim onda dilek gelmiş ki tekşerip koysam İtalya oşonday boladi dedi. Maynap çıkmaydı dedi. Maynap hiç qanday özgarish bolmadi. Anan keyin men prezidentga jaldım. Prezidentga jaldım, endi nimada sot başladı. Obul sotda. Qarashib, anan keyin Bağdığım tıkır ilikten nime kıldı da, anagin tergivchi Tengri Börebayevdi, operativniklerdi, ali yerinden teşergen sapyorlardı, çakırsa kelişmedi. 9 yolu çakırdı, kelmedi, 9 yolu çakırış için 5 ay öttü. Yanlardan beri, cönöleceğiz. Anagin ötkende kelmediler, nime dedi. Emi 19. April'de Kenzek evde hüküm oku bilemdi. Yani men çözçüler, sizler hani birlikte 4. tutak bolganlar için sizlerden jardam sorar. Uşun tüm sos tüyündarga, internetke, tüm elge jariyalap koygular deb suramız atar. Bu jariyalan bolsa javabı kete turgan işke okşap turadi. Eğer balamız yolda bir yerde Kur'an menen karmasa men atını ataydı. Oşonday boldu. Anan oşa ulganmada men bunu ayarı var ele 2014 uylangan boyunda bolmay 2 yıl lecheni aldı. Bu nerede her yerde aldı. Alıp durup boyunda bolganda oşa 3. sentabr günü boydan düşüp ketdi. Korkutuştu da bular. Ekinci tünü gelip nime kılındı. Ortada bensere jattı, nime olup ketdi. Bu yerda daha bir fakir bolmadan 2. sentabr bular 4. sentabr degan. Münazirada en kızık yeri var. Uydan çıkan narsalar 2. sentabrda tünü saat 0:39'u 2'de bütkenler. Onun arasında nime bolar? Telefonlarda bakon turan ya ben 3-4 bolup ketken. Ha bular oşta turup nomeri jogula akit menen çerkip degende bir kagazında kutda oşa 0:39 minut 2:20 dep turup akon turadi. Oşta turup tağıldı dep жазып o yerda ayırda tağып atat onu. Tağılgan dep жазып atat. Ana keyin benim uyumda taraza yok, eştege yok. Bular 500 gram çıktı dep tergivchi. O spesialist emas, je tartkan yok. 500 gram çıktı dep жазdı. Şunun 4 metr dedi. Mayli 10 metr tapman bolishi mumkin. Dedi de ana keyin 4'ü 7'sinde Bişkek'e jo'natadi. O kurallarni Bişkek'te tekshiradigan jardirish zaltlari. Bu emnegan shuni siz nersa chiqib qoldi, tekshirib beringiz deb buyoqqa jo'natadi ekspertiza. Ekspertizaga jo'natganda o yerdan tasdiqlar keladi. Bu zararli, tasdiqlash uchun ekspertizadan nima bo'ladi? Ana urganligi turadi. Voyniy prokuraturaga qat degan, o yerda Eldiyar Qarayev degan bola bor ekan, ağa tergovchi. O tekshiranda bir-iki nima qildi da, qattiq keldi. Tekshirib nima qildi da, 2 kundan keyin shashti qaytib qoldi. Endi nima bo'ldi desam, meni ular qo'rqitib qo'yinchaga o'sha ishni to'xtatadi. Men qo'zg'olgan dedilar. Hali yengil jarohat, unda deb turib, aniqlama deb javob oldi, sizlarda bor berdi. Hurmatli Prezident So'ronbay Sharipovga qayrilib ketib keladilar. Hurmatli So'ronbay Sharipovich, menda sizdan boshqa odam yordam bera olmaydi degan o'y qoldi. Sizni menga yordam berishingizni o'tinaman. Men jon dilim bilan terrorizmga qarshiman, biroq bolama qo'yilgan kuni jalg'on javob ishemmaydi. Men bolamning ishini chinchil terishtirib, tergov qilishlarini xohlaydilar. Sizda yer uchun qayg'urgan odam ekaningizni yaxshi bilaman. Men sizga ishonganim uchun otam qatori. Otam qatori arzonib yotaman. Bu ishni o'zingiz ko'zo'marga olib, to'g'ri chechilishini jordam berasiz degan umid bilan arzon qarilib yotaman.